Assalomu alaykum. Hozir sizlarga telefoningizni kuzatishyaptimi yo'qmi, shuni tekshirish yo'lini o'rgataman. Buning uchun ildizcha reshotka, 21 reshotka va qo'ng'iroq tugmasini bosasiz. Qarang, bu yerda hech kim ulanmagan. Agar birov ulangan bo'lsa, bu yerda ushbu raqam turgan bo'ladi. Aynan qanday kuzatayotganligini bilish uchun siz ildizcha reshotka, 61 reshotka va qo'ng'iroq tugmasini bosasiz. Bu yerda mana fax, SMS, sinxronizatsiya barchasi ochiq turibdi. Demak, bizni hech kim kuzatayotgani yo'q. Agar bu yerda kuzatilayotgan haqida ma'lumot, ya'ni okey turgan bo'lsa, siz ildizcha reshotka 002 reshotka va chaqiruv tugmasini bosasiz. Va bundan keyin sizni kuzatayotgan har qanday telefon raqamlar sizning telefoningizdan chiqib ketadi va sizni SMS va suhbatlaringizni eshita olmaydi, o'qiy olmaydi. Kanalimizni kuzatib boring va o'z yaqiningizga bu videoni jo'natib qo'ying.